Xo'sh. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlar bilan men bugun Epix MC va bugungi videomiz boshlandi. Bugungi sizlar bilan o'ynaydigan o'yinimiz har doimgidek Minecraft bo'ladi. Bugun sizlar bilan yangilik, ya'ni biz endi Bedrock Minecraft emas, ya'ni Java Minecraft o'ynab mazza tomoshaga harakat qilamiz. Unda video ko'rishdan avval har doimgidek like, kommentariy va obuna bo'lishni unutmang. Kamida 1 oy bo'ldi video qo'yganimizga, shuning uchun men sizlardan uzr so'rayman. Ozgincha ishim chiqib qoldi, shu sababli videolar chiqmadi va endi u yog'iga menimcha videolar chiqsa kerak. Va mendan so'rashingiz mumkin, qayerdan bunaqa yangilik, ya'ni qayerdan Java o'ynayapsiz yoki Pojavlamchor o'ynayapsizmi deyishingiz mumkin. Yo'q, men notebookli bo'ldim. Endi nafaqat Bedrock Edition, biz endi Java Edition'ini ham o'ynab video chiqarishimiz mumkin bo'ladi. Endi unchalik kuchli notebook emas, unchalik kuchsiz ham emas, lekin amallasa bo'ladi. Va aytmoqchi, biz Epix MC, ya'ni ikkinchi kanalimizda 700 ta obunachi bo'lishga erishibmiz. Men qoyil qoldim to'g'risi, chunki meni xabarim yo'q edi va men ochib qaraganimda oxirgi marta 300 ta edi. 700 ta bo'lmiz. Qoyil, rahmat sizlarga. Va nihoyat bizda vaqt topildi va mana biz video olmoqdamiz. Bugungi videomiz unchalik maxsus emas, chunki men bugun oddiygina video olmoqchiman va Java'ni o'rganmoqchiman. Chunki unchalik tajribam yo'q. Bu Bedrockdan ancha-muncha farq qiladi. Sekin-sekin keyingi videolardan modlar qo'shamiz va Java'ni ko'proq o'rganamiz. Balki har xil serial kinolar olib ko'ramiz, chunki Bedrockdan ko'ra Java'da kinolar olish osonroq. Tepada turgan Bandicam so'ziga e'tibor berasizlar, chunki shu ilova orqali men hozir video yozyapman. Bu videoda hech bo'lmasa uy qurib ketamiz. Ozgincha bo'lsa ham videomiz mazmunli chiqishi uchun. Hoppa, o'ziga cho'lin shot, tezroq uy qurish kerak. Hozir zombi skeletlar spawn bo'ladi, shu sababli tezroq uyni qurib olishim kerak. Uyimizning devorlarini qurib chiqdik. Xo'p, endi tomini ham qilib qo'yish kerak, chunki o'rgimchak tushib qolsa hech kim javob bermaydi. Devorlarni ham qurib oldik. Endi ozgincha kutishimiz kerak, chunki bizda hech qanaqa qo'y yungi ham yo'q. Kravat yasab uxlashimizga skeletlar bilan zombilar bilan urushish hozir yaxshi variant emas. Ertalab bo'lishini kutamiz. Ertalab bo'ldi. Endi biz uyimizni yaxshilab dizaynlashimiz kerak. Nimadir yetishmayapti shu uyga. Menimcha, topdim. Hozir mana shu burchagiga anaqa qo'ysak bo'ladi. Taxta qo'yib chiqamiz shu burchagiga. Pechka yasashimiz kerak, shu sababli bizga ko'proq toshlar kerak. Ana hozir go'sht yeb olsak, bemalol yana yuguramiz. Hozir yugurolmaydigan bo'lib qoldim. Har bir burchagiga taxtalarni qo'yib chiqdim. Endi pastiga tosh bilan bezab chiqsam zo'r bo'lardi. G'orda 3 ta temir topib olgan edim. Shu temirlarni eritib, temir kirka yasaymiz. Eshik qo'yib oldik. Ana, почти uyimiz tayyor. Tom bilan ozgincha bezatish qoldi xolos. Tosh, yog'ochlarni yig'ib keldik. Endi tom bilan bezatamiz. Mana endi tayyor bo'ldi. Shag'amlarni qo'yib chiqsak bo'ldi, mana shinamgina uy tayyor. Boshiga yomonmas. Bugungi videom shulardan iborat edi. Sizlarga yoqtiradigan umiddaman. Kanalga obuna bo'lishingizni tashmasin va o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Men sizlar bilan bugun Epix Gamer bo'ldim. Hammaga xayr va hammaga omad.